Yoshlari 44 yoshda ekan, menga savol beribdilar. Men ham hozir intim gimnastika bilan shug'ullansam, foyda olamanmi deb. Albatta, foyda olasiz. Nega desangiz, yosh o'tgan sari qin mushaklari zaiflashadi, qin sohasida tushishlar, kengayishlar va yana peshob ishlab tura olmaslik muammosi yosh o'tgan sari ortib boradi. Agar siz yoshim o'tdi, bo'ldi, bu muammolar yo'qolmaydi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Chunki bu yosh o'tgan sari qin sohasidagi mushaklarimiz zaiflashib, hozirgi holatimiz yomonlashishiga olib keladi. Peshob chiqib ketishi, qin sohasida kengayishlar, tushishlar, aloqa paytida har xil ovozda chiqayotgan bo'lsa, ketma-ket sistitlar, hidli ajralmalardan bezovta bo'layotgan bo'lsangiz, bu holat sizda o'tib ketmaydi. Vaqt o'tgan sari muammolaringiz soni ortib boradi. Hozir siz bu muammolarni yechimini qilmasangiz, ya'ni misol uchun sizda aksirganingizda, yo'talganingizda peshob chiqib ketayotgan bo'lsa, 1-2 yildan keyin bu muammoni bartaraf qilmasangiz, shunday yurib turganingizni o'zida yo beixtiyor peshob qo'yib yuborishingiz aniq. Bu holatda siz bozorlarda mazza qilib aylanib yura olmaysiz, to'y hashamlarda bemalol o'tira olmaysiz. Peshob chiqib ketgandan keyin sizdan har xil yoqimsiz hidlar keladi. Ya'ni diskomfort bo'ladi, uyatli bo'lasiz. Sizga eng yaxshi yechim, tabiiy yechim ham klimiksi, erta klimiksi oldini oladi, ham peshob ishlab tura olmaslik muammosini butun umrga hal qilasiz. Bu intim gimnastika hisoblanadi. Siz intim gimnastika orqali nafaqat sog'lig'ingizni, balki er-xotin munosabatlarini ham mustahkamlashga erishasiz.